Katta bo'lsalar kim bo'ladilar xudo xolasa? Milisami, harbiymi, lotchikmi, sportsmenmi kim bo'lasiz? Harbiy. General bo'ladilar. Bu yigit katta bo'lsa kim bo'ladi xudo xolasa? Harbiy. Harbiy ekanlari ham harbiy bo'ladi. Bitta qarshi chop qo'yila bo'lajak qo'mondonlarga tayyormisiz? Ha. Siz menga yoqib qoldingiz. Qattiq javob bering. Harbiylar dadil gapiradi. Tayyormisiz? Ha. Nimaga tayyorsiz? Uylanishga tayyorman xudo xolasa. Bugun o'zi qana to'y bo'lyapti? Sunnat to'yi. Sizni duogo'ylar haqingizga duo qilib sunnatga o'tkazib uylashga tayinlashyapti, to'g'rimi? Siz uylanish to'ylarini qachonga rejalashtiryapsiz? 5 yildan keyin. 5 yildan keyin xudo xolasa. Kelin bola tayyormi? Tayyor. Oh, harbiylar to'g'risini gapiradi-da, otini aytib olasizmi, sir bo'lib qoladimi? Sir bo'lib qoladi. To'g'ri qilasiz, bu sirni ichimga aytib bo'lmaydi, 100 yoshdan keyin hamma o'zi tanib oladi. Mana bu Shohmardondan keldim, tog'larning orasidan kelyapman. Anoyi emasman, sekin oqtarib topib olaman. Do'mboqqina chiroylimi, ozg'inmi? Semiz. Nimaga semizidan tanladingiz? Yumshoq bo'ladi. O'zini aytish yo'q edi. Men hazillashdim, chicha kulishaylik dedim. Bu yigitlar maktablarda 5 baholarga o'qisin. Oliy o'quv yurtlariga kirsin, qizil diplomlar olsin, harbiy xizmatlarga borsin. O'sha yaxshi kunlarda ham duogo'ylar xonadonda, to'rlarda duo qilsin, xizmatlarda turish el ardog'idagi san'atkorlarga bizga ham nasib bo'lasin. Qirollarim endi o'yitga borasizlar, bitta rasmlarga tushiramiz. Bundan keyin udum an'analarga binoan ustoz